Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizning kanalimiz obunachilar, bizni kuzatib o'tganlar. Mana Abratkal samovarimiz Andijon shahri Xonobod tumaniga yetib keldi. Mana Paxtabod tumaniga. Mana akamiz qabul qildi. Abratkal samovarimiz. Aka, samovarimiz ma'qulmi aka samovarimiz? Samovarni ko'rdim. Samovar yoqdi. Yoqdimi? Quyib tekshirib oldim mana. Suvlarniki mana o'zlari tekshirib oldi. Juda unli ekan. Suvdan ko'ra tekshirib olishyapti. Suvlar yaxshi. Tirsaklar ham o'zlari qo'y ko'rib olishyapti, tushami yo'qmi deb hamma yo'ni ko'rib olyapti. Qalinligi qanaqa ekan aka? O'sha javob bering aka 1.5 ga. 1.5 ga mana. Qalin ekan. Yaxshi ekan. Men tekshirib oldim mana. Akamning vaqtini olib tekshirib olib aka, yoqdi qarochi. Mana dastlabki qilib beramiz dedik o'zimiz. Dastlabki bilan keldi mana akam. Keldimi? Olib keldikmi? Mana bu bizdan vodiy bo'lib o'zimiz olib borib beramiz deganmiz. Bizdan 136 kilometr ekan masofasi. Mana o'zimiz olib berdik. Boshqa mashinalarda emas, o'zimiz sobstvenniy o'zimiz olib beramiz. Xudo xolasa iloji bo'lsa, boshqa vodiydan tashqari joylarga texnikadan chiqarib olamiz. Endi iloji o'zimiz borgan vaqtimiz yo'q. Xafa bo'lmaysizlar. Aka, xudo samovar ma'qul bo'lsa, bo'ldi. Mana ma'qul samovar. Yoqdi menga samovar. Bo'ldi. Xo'p, barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan moshni like emaysizlar, kommentariyaga o'z fikr va izohlarni yozib qoldirasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Bo'yda tumanida bo'ldi, Cho'l qishlog'i. Rahmat, sog' bo'lasizlar.